Soğuq bilezik. Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar görüp tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuq bilezik. Qissa. Men yig'lab uzun yo'l yurdim. Namoz shom vaqti ham o'tib ketdi. Yenimdagi pulning borligini ham unutib qoptiman. Men qattiq qayg'urish bilan yig'lab hayotimga kayıvatatdim. Bu kecha men butkul hayotimni bir-birlab ko'z oldimdan yig'lab turib o'tkazdim. Men mengib soat 12larda dal Buxoriy masjidiga kelib qoptiman. Bu men 25 ringit qarz olgan masjid edi. Men masjidga kirib shom va xutbani o'qib, toki bomdodgacha Allohga yig'lab duo qildim. Mana bu mening hayotimdagi eng azoblangan vaqtning ikkinchi qitimliq edi. Qarang holimga. Bir obdan o'ynab yurgan yigit edim. Odamlar yaxshi deb ataydigan yaxshi bo'lishni orzu qildim. Ondan rost degandek namozxon bo'lib, hamma o'yin tomoshin tashildim. Ammo men hayotimda haroq, tamaka yoki pul tikib qimor o'ynab boqqan emas. Faqat yomon bolalar bilan aralashatdim. Ammo men hozir yaxshi bo'ldimmi yoki yomon bo'ldimmi? Hozir mening o'rnim eng tuvan bo'lib, masjidlarda pul tilab yurdim. Hatto hayotimni Rabbim uchun atsam, sen musulmon emas deb masjiddan qo'g'landim. O'z millatimning oldida seskinildim. Bir qancha lag'man berishkim yaramay qoldim. Mening arzu qilgan yaxshi odam bo'lish yo'lim ajba mushumi? O'zimga savol qo'yib Masjidda Allohga duo qilib qattiq yig'lagan holda nurg'un savollarni so'rdim. Hech javob yo'q edi. Hayotdan va barliq insonlardan umidim uzildi. Ko'zimdan chiqqudek yoshma qolmadi. Ko'zlarim tatishib ketdi. Bomdod namoz o'q bo'lib sirtga chiqdim. Sirtda biri ko'k, biri qizil, topan tarafi teshilib ketgan bekmi ko'ni sapmi kash turatdi. U dal mening edi. Qarab kulib ketdim. Nimaga kulganimni bilmayman. Birdan qarab kulib qalbimda bir xil yeniklik, ruhliq tuyg'u paydo bo'ldi. Dal shu vaqtda hayotimdagi har bir tiniqim mening imtihonim ekanligini his qildim. Opamning so'zlarini esimga oldim va qayta masjidga kirib Allohga yig'lab yana duo qildim. Bu qitim Allohga tavba qilib o'tdim va duolarimda ilgir qilgan xato duoyimni o'zgartib, ey Alloh, men ishkil dunyoda dushmanlarimning oldida xor qilmagan, diningning xizmatini qildirgan, hayotimdagi barcha musibatni va imtihonlarni osonlashtirib bergin. İmtihanın asan bo'lib, onamning arzusiga yetishim uchun nada bo'lsam shahidlik ato qilgan. Kafirlarga meni vahimilik ko'rsatgan deb ko'p duolarni qildim. Ondan masjidning muazzinni tepib 25 ringit pulni 3 hassa ortiq qilib qaytirdim. Men pulni o'zim qarz deb olgan. Ular yordam deb bergan. Men ortiq 25 ringit qitilgan yordam uchun tashakkur nomida ortiq berdim. Masjiddan chiqib oldi bilan bir vayvay telefon oldim. Ondan ishton va oyoq ko'ynak, ondan yotadigan bir yotoq. Allohga hamdlar bo'lsin. Tushdan keyin men normal odam bo'lgan edim. Endi kechich qilgan duolarim ijobat bo'lishga boshildi. Balkim asr namoz bo'lganda masjidga boray deb yotoq oldida tursam bir taksi to'xtadi. Men shofirga qaramabdiman. U birini chaqirdi. Qarsam u odam men bilan birga ko'p ishlarni qilgan malaysiyalik ekan. Meni ko'rib baxush bo'ldi. Biz birga masjidga berib namoz o'qib, keyin tamoq yedik. U hamma gaplarimni anglab ko'ngli yerim bo'ldi. Ondan menda telefon yo'qligini ko'rib, ilgari men uningga sovg'at qilgan telefonga o'xshash telefondan birini elib, buni ishlatgan deb menga hadiya qildi. Men tor aloqamni asliga keltirib oldim. Mening turmadan chiqqanimni anglagan ko'p qarindoshlar uchur qildi va taxminan 2000 dollar pul udullab berdi. Men Malayziyaga kelganimga 7 kun bo'lgan kunim, yenimda 4000 dollar pul boshqalarning yordam orqali yig'ildi. Endi tezdan bir amal qilib Turkiyaga ketishim kerak deb saxt pasport ishlatib tayyor bo'ldim. Men Malayziyaga kelganimga 10 kun bo'lgan kuni Malayziyaga Xitoydan qochib yangi odam kelibdi. Ular bir jup ayol bo'lib Xitoydan hijrat qilib chiqqan ekan. Bular heliqim menga lag'man bermagan bolalarning tunishlar ekan. Biroq bularni Turkiyada bir qarindishim tunishtirib, Malayziyadan Turkiyaga yo'lga selib qo'ygan deb o'tinib ketdi. Men ma'qul bo'lib bu ayolni Turkiyaga yo'lga selib deb, ondan o'zim ketish uchun aeroportdagi soqchi bilan so'zlashib, men Malayziyaga kelgan 12-kuni bu ayol bilan aeroportga borsak, soqchi badbaxt yo'lga selib qo'yishga urinmadi. Lekin u soqchi sen uchun deyishgan yo'lni bugun o'rinlashtirib beray. Xohlasang sen ket, xohlasang bu do'sting ketsin dedi.
Biz maslahatlashib, u ayolning yo'ldishi mening o'rnimni mangdi. Salomat aeroplanga chiqdi. Endi bu yarim kechada menga bu yosh ayol omonat bo'lib qoldi. Ya Alloh, men sinalmagan ish qilmagandekli bilinyapti. Biz aerodromda bir kecha o'tirdik. Chunki yo'ldishi manganda kech soat 12 edi. Ertasi deganda poyezd bilan shahar ichiga qaytib, haliqi lag'man bermagan bolalarning uyiga bu ayol o'rinlashdi. Chunki bu uyda boshqa ayollar ham bor ekan. Men endi yana necha kun saqlashim kerak bo'ldi. Chunki aerodromdagi saqchi bir hafta saqla, seni va bu ayolni men aeroplanga chiqarib qo'yay degan edi. Men Malayziyaga kelgili 15 kun bo'lgan kuni jiddiy Turkiyadan bir bola telefon qildi. U, "Adash, yordam qilinglar. Bir er va 3 ayol, 3 kichik bola vatandan qochib kelishda qo'shni davlatda tutilib qopti. Ular hozir Malayziyaga yaqin saqchixonada ekan. Sen yo'llarni bilasan, yordam qilgin" deydi. Men uningga, "Men tex u davlatdan qochib kelgili 15 kun bo'ldi. U yerga borolmayman, lekin qanday qilishni deb beray" dedim. Chunki men bu davlatning jinoyatchilar to'g'risidagi qonunlarini bir oz bilgan edim. Shu kuni u tutqunlar saqchi idorasida ekan. Ularni ertasi sudga olib, suddan turmaga olib o'tdi. U turma mendel kepillik chiqqan turma bo'lib, vahshiy yomon turma edi. Har kuni jinoyatchilar yotoqqa kirganda yalang'och qilinib, ondan yotoqqa ilib kirilatdi. Boshqalardan anglsam, tutqunlarning orasida 7 yoshli bir o'g'il bola bo'lib, bu bolami ayollar bilan birga bir turmaga solinibdi. Men turmadagi vaqtda jinoyatchilarning deb berishicha, ayollarni har kun yotoqqa ekirgicha yalang'och qilib ekirdiganligini bilgan. Bularni o'ylab har qanday ishdan bu ishni muhim bildim. Va men 17-kuni Malayziyaga qo'shni davlatga yaqin bo'lgan chegaraga keldim. Biz bir balni shu turmaga berishga o'rinlashtirdik. Ammo bu bola 2 kun turmaning oldida yurib, hech ishni axtaramadi. Keyin yana bir odamni avatdik. U mu ishni qamlashtira olmadi. Amaliyotda bu tutqunlarni sotlanish jarayonida kepillikka ilib chiqishga yoki sotqi jariman to'lab turmadan saqchixonaga yutkashga, ondan saqchixonadan ilib chiqishga bo'ladi. Biz avatgan odamlar ishni qamlashtiramadi. Shuning bilan men chiroyimni o'zgartdim. Hatto meni yaqin do'stimni toniyamas bo'ldi. Men bu davlatga, yana turmadan qalandar shaklda chiqib, nurg'un qiyinchilik bilan qochib tutilgan davlatga chegara tomlaridan ortilib o'tib keldim va turmaga tutqunlarni yo'qlab bordim. 3 kun yo'l mengib, advokat orqali sotda jariman to'lab turmadan chiqadigan rasmiyatlarni puturdim. Dal bu kun menga kepillik chiqqili 29 kun bo'lgan kun edi. Tutqunlarni dushanba sotga qayt ekilib, ondan jariman to'lagandan keyin turmadan qo'yib beradigan bo'ldi. Ondan saqchixonadan ilib ketadigan bo'ldim. Men ahvolimni bilgachga bu davlatda uzun tursam bo'lmaydi. Shunga juma kuni Malayziyaga ketib saqlashni plan tuzib, juma etigan tong atqizdim. Ammo shu vaqtda bu davlatda boshqa turmalarda tutqun muhojirlarmi bo'lib, ularni shu vaqtda 10 kishini bir saqchixonaga yutkazdi ekan. Bu bolalar telefon qildi. Bizni qutqizsanglar dedi. Men Tunus saqchilarga telefon qilib, bu 10 odamni 30 ming dollarga bu davlat bilan Malayziya o'rtasidagi ma'lum bir o'ringa ekilib berishni so'zlashdim. Saqchi bolalarni tushdan keyin soat 4 ga ekilib beradigan bo'ldi. Men soat 2 bilan bu davlatning mashinaning keyni o'rindiqning oralig'ida yetib, chegaradan o'tib Malayziya bilan u davlatning orasidagi cho'ng Talla bozorida saqlab turdim. Bu yer ikki davlatga o'rtaq bo'lib, ikki chegaraning oralig'i edi. Bu yerda cho'ng Talla bozor bor edi. Men Talla bozorida saqlash jarayonida yenimdagi pulni almashtiray deb, pul almashtirgan o'rinda o'chira turib o'tatdim. Biri menga baq qarab ketdi. Hatto meni rasmga tortdi. Men u kishini bir ko'rganda qildim-yu, lekin esliyammadim. Aslida u ilgari meni chegarada tutgan saqchilarning biri bo'lib, meni Malayziya chegarasiga ekilib bergan. Men ularga o'ttir barmoqimni chiqargan saqchi ekan. Bu kafir meni tunib qopti. Menga pul almashtirish navbati kelgan edi. Keynimdan biri "Qo'lingni ko'tar" deydi. Men qarasam, keynimda to'liq qurollangan yuzlar etek qor kiyimlik saqchilar ekan. Ular alayda atras saqchilar edi. Balkim 20 dak saqchi hammasi menga qo'llaridagi ilg'or qurollarini tanglab turibdi. Bular menga ismimni atab "Sen shumi?" deydi. Men "Ha, nima bo'ldi" desam, qo'lida mening rasmim bor qog'ozni ko'rsatib, "Sen mushu shumi?" deydi. Men "Ha, sana nima lozim? Nima bo'ldi" desam, "Biz chegara alayda qism saqchilari" deydi. Qarasam, ularning kiyimida biror davlatning bayrog'i yo'q ekan. Men "Sizlar qaysi davlat saqchilari?" deb so'rsam, ular men turmadan kepillik chiqqan davlatning saqchisi ekan. Men ularga "Bu degan Malayziya, meni tutolmaysizlar, men davlatinglardan chiqib ketib bo'ldim" desam, hammasi qurollarini taraq-taraq qilib betlashdi va "Og'zingni yum, o'ltir, qo'lingni ko'tar" dedi. Men o'ltirdim. Beshimga bir qor xaltini kiydirdi va qo'llarimga odatlanib ketgan sovuq bilezikni yarashtirib silib qo'ydi.